Sirojjon, bu studiyalarda kimlarni yozmadik? Butun man degan ustozlar mana shu studiyada yozilib, ovozlari oltin fondda saqlanyapti. Haligacha havo mavjlarida ijro etilib kelyapti. Xo'sh, bugun qilayotgan ishimiz nima bo'lyapti? Ana o'sha ustozlar aytib ketgan boyligimiz, o'zbek milliy san'atining gultoji bo'lmish maqomlarni bugungi kunda yosh ovozlar ijrosida, yosh ijrochilar ijrosida yozib olishdi. O'sha prezidentimizni da'vatlaridan keyin, maqomga bergan e'tiborlardan keyin viloyatlardagi, masalan, ilgari o'ylarmidingiz Surxondaryoda yoki Qashqadaryoda yoki Navoiy viloyatida maqom ansambli yo'q. Bitta Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambli va Bo'kada havaskorlar maqom ansambli bor edi. Qo'qonda havaskor bolalar maqom ansambli bor edi. Shahrisabzda Elmurod akani bolalar maqom ansambli bor edi. Ana o'shalar demak unib, o'sib, o'qib bugungi kunda masalan shu san'atimizga xizmat qilyapti. Mana bu qilayotgan ishimiz shu Qashqadaryo viloyat maqom ansambli o'z tayyorlagan o'sha buzruk maqomidan o'sha Saraxbori buzrukni tayyorlab kelib o'z ijrolarida oltin fondimizga, radioning oltin fondiga o'tkazib, tez havo mavjlari orqali xalqimizga taqdim etib bahosini olish maqsadida qilinayotgan ish. Menimcha men bugun mana shu ijrolardan bir o'zimga bir huzur tuydim. Demak, ularni ham eshitganman. Bugungi kunda mana bularni ham eshitib men bir huzur tuyib o'tiribman. Demak, ertaga mana shu ansambllar bora har bir viloyat ansambllari bir-biri bilan hali nima deydi, ko'rik tanlovdek musobaqa o'ynab, o'sha efirda hamma viloyat ham boringki Saraxbori buzrukni aytar, hamma viloyat ham o'sha boshqa maqomlarimizni aytar. Shu qilayotgan ishimiz ertaga xalqimizning ma'naviy oziq olishiga xizmat qiladi. Mana hozir eshitib turibmiz, o'sha bir xil yangiliklar kiritishga harakat qilishgan. Men changda eshitdim shuni. Sirojjon, o'sha changda shu kerakli joylarda insonga bir haligi deydigan, yaxshi bo'pti deydigan bir elementlar qo'shilibdi-da. O'shaning uchun mana bugun yozyapmiz. Bu ansambl ishonamizki bu o'sha prezidentimizni ishonchlarini oqlashadi, xalqimizning ishonchlarini oqlashadi. Siz bilan biz shu sohaning mutasaddisi bo'lganimiz ekan, bizning ham ishonchimizni oqlashadi deb o'ylayman. Rahmat Nuriddin aka, juda to'g'ri fikrlarni ta'kidladingiz. Bu maqom san'ati degan bilan maqom san'ati bizni milliy, boshqa xorijdagi san'atshunoslar, tadqiqotchilar gap bo'yicha bizni milliy operamiz, milliy simfoniyamiz, milliy oratoriya deb ular ta'kidlashib, ular shunga e'tibor qilishgan, ehtirom ko'rsatishgan. Ana shu gapga ko'ra u maqom san'ati o'zingizga ma'lum ajdodlardan qolgan bizning oltin merosimiz. Toki o'sha Farobiylar, Kavkabiylar, Abari bin Sino, Alisher Navoiy, Ulug'bek ko'p bizni donishmand ulug'larimizni, buyuklarimizni, allomalarimizni nomi bilan bog'liq. O'zidan o'zi maqom san'ati bizga yetib kelmagan. Bu qadimdan shu o'zini o'sha G'azalroniy, o'sha Namud, Avj degan o'zining go'zal ohanglari bilan, go'zal ijrolari bilan, maftunkorligi bilan shu kungacha mana asrlar osha yashab, shakllanib, odamlarni o'ziga jalb qiladigan darajadagi sehrli bir san'at sifatida mana o'zingiz aytdingiz, hatto yurtboshimizni mana shu maqom san'atiga bo'lgan e'tiborlar, ehtiromlari buni
yaqqol misol deb ta'kidlasa bo'ladi. Maqom san'atini ajdodlar ruhini shod qilish maqsadida bu boshlagan tashabbuskorliklari yurtboshimizda. Mana o'zingizga ma'lum hamma viloyatlarda maqom jamoalarni ochib berdi. Hamma viloyatlarda maqom jamoalari, ansambllari bor. Go'zal ovozlar, sozandalar, yaxshi iqtidorlar kashf qilinyapti. Shularning qatorida men mana bugun mana yozuv radioning oltin fondiga yozuv jarayoniga guvoh bo'lyapmanki, albatta bu Qashqadaryo jamoasi, Qashqadaryo maqom ansamblini men ko'p joyga borsam ibrat qilib ko'rsataman qilayotgan ishlarni. Nega? Bu maqom nafaqatgina maqom bilan, maqom bu Toshkent Farg'ona yo'lidagi chormaqom, mumtoz ijro yo'llariga e'tibor berilgan. Xorazm maqomlaridan ham ijro qilinadi sug'oralar va qolaversa bastakorlar ijodiga ham e'tibor qilinib, katta ashula hatto janriga ham e'tibor qilinayotganligi mana biz borib o'zimiz ko'zimizdan ko'rib, quloqimizdan eshitib guvoh bo'lib keldikki, bu juda qilinayotgan ishlar xayrli, sharafli. Mana endi bugun shu bizning maqomdan o'sha Saraxbor bizning va uning taronalari, undan keyin keladigan ijro shoxobchalariga chiroyli bir yaxshi tayyorgarliklar qilib, o'zlari nolalarni qo'shib, yangiliklar, ozgina bezaklar berib, nima deydi, o'sha insonlarning yuragiga, qalbiga yetib boradigan darajadagi mehnatlarini biz hozir eshitib, mana Nurdin akam bilan biz guvohi bo'lib o'tiribmizki, bu albatta o'zini natijasini beradi va qolaversa ko'p Qashqadaryoda ko'p yaxshi ovozlar tug'ilgan. Ko'p ovozlar chiqadi. Baritonmi, tenormi, qizlardan sopranami, ijodkorlar yoda yaxshi hofizlar ko'p, sozandalar ko'p. Shu boisdan o'ylaymanki, bugungi boshlagan mana Yodgorjon bozor qadrdonimiz shu ansamblni rahbarlik qilib kelinayotgan bo'lsa, juda bir xayrli ish qilib kelinyapti-ki, ana shu ijro yo'llariga, ovozi bir-biriga uyg'unligiga, ansambl shu jo'ravozlik, hamnafaslikka e'tibor qilib, qolaversa mana mushkulot qismlariga ham harakat boshlanibdi. Demak, bu mana shu maqom san'atini kelajak avlodga yetkazishda bu qilinayotgan sharafli, xayrli ishlardan deb bilaman. Rahmat ustoz.